Boshqa kirolmaydi endi. Ya, nima qilyapsan? Abet bo'ldi, mahallaga uzatgan qiz keladi hozir. Aka, o'zi kiygan-kimi? Ulgurmadik-da ona. Shu singlingni bekor shu mahallaga berdik-da, katta singlingga o'xshab uzoqroqqa bersa qutilar edik-a. Onamsiz, onajonimsiz, jigarimsiz akajon. Jannat akalar oyog'i ostida akajon. Buni o'ziga kamiga $100 kerak-ku. Qizim, hali pensiya olganim yo'q, lekin pastroqni o'qala. Ey, yuri. Onam, qo'lim olib ket, qo'l haqqi bering. Na, oxirgi pulim shu. Voy, hey. Akajon, sadaqa qiling. Hozir sherigizga berib yubordik-ku. Akajon, sizlarning uyingizga balo bor. Hozir chiqib ketdi o'sha. $100 bersangiz baloni chiqarib tashlayman. $100 bersak o'zi ketadi-ku. Ona, hozir qiz keladi. Nima unaqa deyapsan? Tun chiqyapti, kartochkasi kuydi. Voy, nima qilyapsan, ha? Go'shtni ketdi, nariyoqqa hozir qiz uchib keladi. Aka, donizamiz xuflam qo'li zabordan chiqarga tashlab bering mani. Mayli, ket. Rahmat, tog'a. Ona sizga ovqat olib keluvdim. Kuygan kartochka olib keladi, pishgan go'sht yeb ketadi. Bitta qizni uzoqqa uzatib to'y qilgansizda, yo to'y bo'lsa keladi, yo kimdir tug'ilsa. Hey, katta singling kelyapti, uchun deganda. Kamilani ham chaqir singlingni. Baqirsam eshitib, Kamila! Baqirmang, shergaman. Uzoqqa bersang kemay kuydirar ekan, yaqinga bersang kelib kuydirar ekan.